Aya qara. Yangi shogirdcha kelgan. Faqat sal uyalchang. O'zing ishni o'rgatasan, o'g'irlikka birga kirasizlar. Qolgan uzoq ketadi. Kel. Qalaysan? Jiyan. Nima deyman aka, uyalyapman. Qo'lingni ko'tardi. Qo'lingizni ko'taring aka. Nima ko'taraman qo'lim? Nima ko'taradi bu? Qonun qo'ydi shunaqa, qo'lingizni ko'taring, pulingizni chiqazing deysan. Davay. Uyalaman aka, unday deb. Uyalma, oy. Qonun qo'ydi shunaqa, qo'lingizni ko'taring, pulni chiqaring. Tilanchiman-da. Men o'sha Bersing bu yerda aka. Biz gado emasmiz, biz o'g'ri emas, kassadagi pulni so'ra. Davay. Endi u kassadagi pulni bering aka, hammasi. Tushundimsan? Men xo'jayinim bor, отчёtim bor. Xo'jayini borda. Yoqasini ushlab bitta qo'rqit. Bo'g'ib tasha. Qattiqroq. Notur tushunmaysizmi? Tirib qoldi. Uyalyapman, bo'lmayapti. Menga qara. Unda tekinga narsa olib ketamiz deb. Davay. Tekinga narsa olib ketamiz aka, maylimi? Nima olmoqchisan? Sifat shirinligida olaylik, zo'rda, trendda. Davay. Zo'rmi bu? Ha, zo'rda bu. Bunda ko'proq ol. Bo'ldi. Bitta ur ketamiz. Aka, qabul qilmaysiz. Kechirasiz. Qo'sh bo'laysan keldi, qo'sh. Nega o'g'irlikka tushdilaring? Endi qamalasanlar. Nima deyay? Hech narsa dema, bo'ldi, o'sha qamalamiz. Akani oldiyami uyalyapman. Nimadan o'ylayapsan? Bilmadim, qilmishimdan. Unaqa tarbiya olmaganimdan. Uyatli bo'ldi ishimiz. Juda. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya?